Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Bakarat Rouge 540 atir haqida Bilol ukam bilan gaplashamiz. Bakarat atiri hamma bilgan, hamma yoqtirib ishlatadigan atir. Lekin bu atirni tarixini ko'pchilik bilmaydi. Kelinglar, videoni boshida bu atir tarixi haqida qisqacha gaplashamiz. Okey, bu atirni endi tarixini ozgina eslatib o'tsak, ko'pchilik bilmas ekan, nimaga aynan bu atir 540 deb nomlangan. Nega aynan 540 deb nomlanganini oxirida aytib o'taman. Okey, bu atirimizni 2015-yildan sotuvga chiqishni boshlagan. Sotuvga chiqishini o'zida hammani ko'nglidan birdek joy olgan. Bu atirni ayollarimizni oqini, ayniqsa oq rangini maza qilib ishlatishadi. Buni qizili ham bor. Bugungi obzorimizda oqi haqida gaplashamiz. Aynan bu atir Bakarat shishasozlik uyi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan. MFK brendi Bakarat uyiga bu atir ishlab chiqarilishi hamkorligini taklif qiladi va bu atir 250 yillik tarixga ega Bakarat uyi bilan ishlab chiqariladi. Aynan 540 deb nomlanishining sababi ham shu shishasozlik uyida ishlab chiqariladigan qizil kristalga bag'ishlangan. 540 gradusda tilla kukunini qizdirish natijasida hosil bo'ladigan qizil shishaga bag'ishlangan. Oq bilan qizilini o'rtasida nima farq bor o'zi Bilol? Farqi stoykisida bo'ladi. Qizili stoykiyroq, oqi bo'lsa qiziliga nisbatan stoykisida pastroq bo'ladi. Hidida bo'lsa-chi? Hidida qizili o'tkirroq, oqi sal yumshoq. Menda bitta vaziyat bo'lgan. Bu o'zi nechinchi yil chiqqan? 2015-yilda sotuvga chiqqan. 2017-yilda Dubayga endi borgan paytimda, o'sha payt endi sotuvga chiqqan payt edi. Dubay Mallda edi. Shu payt shu atirni rosa maqtashdi. Mashina olgan deb sotuvchi menga maqtagandi. Kelgan birinchi unchalik yoqmadi. Chunki bitta hidlaganimda bu karamelni kelgan konfetlarni hidiga o'xshaydi. Shunaqa ekan. Keyin boshida unchalik xohlamadim. Bu o'zi yuni. Keyin septim, yurdim. Gostinitsada yotgan paytda endi zo'r kelyotdi. Bo'ldi, olamiz deb keyin borib oldik. U payt hali qizili sotuvga chiqmagan edi, faqatgina oq edi. O'shanda menga bu atir yoqib qoldi. Atirni ko'rib turgan bo'lsanglar, uni orqasida qandil, ya'ni lustrani rasmi bor. Buni ham bekorga chizishmagan. O'sha shishasozlikda qandillarga o'sha qizil shishadan ishlatishganligi uchun shu atirni idishida shu narsani ta'riflab o'tib ketishgan. Atirga gap bo'lishi mumkin emas. Bilol, endi bu atirni necha yoshli ayollar ishlatishni maslahat berasiz? Shu haqida ham ozgina aytib bersangiz. Vallahi aka, bo'lmasa buni bitta sepib ko'ramiz, hidlarini ko'rib, shunga qarab qaysi yoshdagi ayollarga ko'proq mos kelishini kuzatuvchilarga aytib o'tamiz. Birinchi hidlashim o'zida o'tkir hidla birinchi bo'lib keldi. Yuqori notasida men o'ylashim bo'yicha zafaronni hidi ko'proq kelyapti. Undan keyingi notalari shirin, fruktoviy notalari ham bor. Asosiy notasi babi gulli hidi bunda. Shamollaganman, hid sezmayapman, lekin buni hidini sezardim. O'tkirda buni hidi. Buni men o'zi maslahat bergan bo'lardim. 24-25 yoshda baland qizlar sepishini, yosh chegarasi ham bor. Eng uzog'i 45 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni sepishni maslahat beraman. Nega deganda, undan tepasiga uje yarashmaydi. Undan pastiga bo'lsa, uje ularga o'tkirlik qiladi, yoshligini juda katta qilib qo'yadi. O'zi atirni yoshiga moslab sepishi juda yaxshi, chunki sizni savlatingizni, sizni yoshligingizni, sizni qanaqaligingizni bildirib turadi. Bu atirimizni o'zi chisti kelinlarga, ayollarga, har kunliklarga sal bo'lmaydi. Buni kechki paytlarga sepishni maslahat berardim. Bu ma'lumot menga rostdan qiziq bo'ldi, chunki endi eshityapman. To'g'ri bilaman, bu Bakarat chinni ishlab chiqariladi. Chunki menimcha ofitsialniy do'koni ham bor bizada. Shu chinnilarni ishlatadigan juda qimmat turadi. Nega Bakarat derdim? Har bittasini o'zi ma'nosi bor, atirlarda qo'yilayotgani. Endi hozir sizdan bildim. Okey, yana bitta ma'lumot. Rouge o'zi fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, qizil degan ma'noni bildiradi. Ya'ni 540 gradusda qizdirilgan qizil shisha
to'liq nomi shunaqa talqin qilinadi. Xomadali aka, bu atirni ikki xili bor deb aytdik. Ikkalasi ham Uni deb aytdik. Lekin aynan oqini kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz, aka? O'zi oqini ham, qizilini ham faqatgina ayollarga o'zi maslahat beraman. To'g'ri, erkaklar ham sepadi, lekin ko'proq ayollarga ko'proq yarashadi bu hid. Oqini maslahat berardim 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar sepishini, 35 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollarga qizilini sepishni maslahat bergan bo'lardim. Ko'proq oqi issiqroq paytga to'g'ri keladi, qizili bo'lsa chista qishki. O'zi buni o'zi ham sal o'tkirroq, vulgarniy, вечерний hidni yaxshi ko'radigan ayollarga o'zi bu atirni maslahat beramiz. Faqat ehtiyot bo'linglar, bu atir hammaga ham yoqavermaydi. To'g'risi ko'proq yoshi kattaroq ayollarga uncha yoqmaydi. Ularni oldida kamroq sepishinglarni maslahat beraman. Bu atirimizni stoksida juda kuchli. Tanada kamida 12 soat turadi. Kiyimda bo'lsa 24 soatdan 48 soatgacha bemalol turadi. Shlefda bo'lsa juda kuchli bu atirni. Aytganimdek, vulgarniy, вечерний paytda sepishinglarni maslahat beraman. Har kunliklarga sepadigan bo'lsanglar, sal kamroq sepinglar. Aka, shu atirni analoglari bor, bilsangiz, Thomas Cosmoli, shunga o'xshash bu atir hidiga o'xshaydigan juda ham ko'p atirlar bor. O'sha analoglarni sepganimda ko'pchilik nima atir sepib olding, namcha hidi buni o'tkir deyishardi. Endi aka, bu atirni narxini aytganimizdan keyin o'sha gapni aytadigan odamlar ham menimcha bu atirga qiziqib qolsa kerak. Buni arzon atir deb o'ylashadi. Hidi o'tkirligi uchun arzonchi mushkambarlarning hidi deb o'ylashadi. Bu atirni narxini aytib o'tsang, aka. Hozirgi kunda do'konimizda sotilayotgan narxi oqini $350 sotyapmiz. Yana sizlarga xudo xohlasa kompliment qilib, chiroyli qilib skidkalar qilib beramiz. Bu atirimiz hozirgi paytda Nestvonda bor. Novzadi do'konimizda ham bo'ladi. O'zingizlarga yoqqan filialga borishinglarni maslahat beraman. Bu atirni ko'ryapsizlar, ko'rinishlari, hidlari hashamatli hid. Sizlar buni yanada hashamatli qilishinglar uchun bizani individualniy boksga urib beramiz, chiroyli qilib. Podarkaga bersanglar, yanada u odamni qalbidan joy egallaysizlar. Bu atirni o'zi sizlar ishlatib ko'rganmisizlar? Ishlatgan bo'lsangiz, qanaqa, nima deysizlar? O'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozishni unutmanglar. Bu ma'lumotlarimiz sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizga like bosishni unutmanglar.